Tak ekranda zapis qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum hammaga. Tak mana sizlarga hozir AutoCADda, ya'ni priborimizda как mana proyektini o'zini priborimizga tashlashni ko'rsatmoqchiman. Короче, bu proyekt emas, qisman tochkalar ekilgan, ya'ni point qilib tochkalar ekib, o'sha raqamlar tushirilgan holatda ko'rsatilgan. Endi buni qanaqa qilamiz? Buni saqlanib qilamiz-ku, buni saqlanib minigodan mana bu saqlanib bossak, qimirlab ketdi. Minigodan saqlanib bosamiz edi. Saqlanib qilingandan keyin, ya'ni mana saqlanib tekst variantida saqlanib qilinadi. Keyin buni AutoCADda yana saqlanib как bor. Saqlanib как yanimizda nomini o'zbekcha qilishimiz kerak. DFC 2018 mana. DFC 2018 qilinadi. Nomini lotincha qilishimiz kerak. Ya'ni boyagi tekst bilan, mana tekst bilan masalan buni kaprat qo'lashadi. Kaprat qo'ygandan keyin, ya'ni ko'rsataman. Kaprat qo'ygandan keyin AutoCADda DFC qo'yganda mana bunga start qilasizlar. Nomi bir xil bo'ladi. Уже men bor deyapti, men saqlanib qo'ydim. O'sha saqlanib qilib bo'lganman. DFC 2008 qilganman, saqlanib qildim, chiqdi. Buni nima qilamiz? Fleshkaga tashlaymiz. Fleshka ochiq. Fleshkada dataga ichiga tashlaymiz. Bu ikkalasini tashaldi. Mana tashalgan ikkalasi. Men nimaga total camera ishlataman? Mana total camera ishlataman. Nimaga fleshkada virus bo'lsa, bu total camera kompyuterga tashlamaydi viruslarni. Ya'ni ushlab turishga qiladi. Ya'ni kamroq virus tushiradi. Agar biz kerak manda AutoCAD yoki mo'y kompyuter orqali ishlaydigan bo'lsak, virusimiz juda ko'p, tez tarqalib ketishi mumkin. Shuning uchun sizlarga maslahat beraman, total camera ishlatishga. Tashlab oldik. Endi biz yana ko'rsataman sizlarga. Zapis o'chirib. Tak, fleshga tiqib oldik, qarab priborga. Endi diqqat bilan ko'rasizlar. Hozir qanaqa qilsam ekan? Qotib turish kerak mana. Bosamiz ekranga. Priborimiz TS10. TS10 priborimiz. Sensini. Biz ekran bosdik, yana boshqadan ko'rsataman. Ekran bosamiz. Import qilamiz. O'sha o'zi. Shunda biz o'zi mana fundament chiqyapti. TPimiz, ya'ni transformativ podstansiya, o'shani fundament va o'z razvitkasi. Mana buni gachka qilamizda. Bo'ldi. Okey. Yo, kerak emas bizga. Bo'ldi. Endi bu tushdi-ku. Endi tushganimizda buni bosamiz ustiga. O'zini bosamiz. Birinchisi. Keyin tepada bo'lsanglar, svойства. Oxirida o'zi shunaqa, oxiriga borganda oxirdan bitta o'rinda svойства fayl bor. O'shani o'sib turib добавить deb bosamiz. Boyaga DFC saqlanib qilganmiz-ku, pastga tushganimizda DFC chiqadi. Tepa. Mana ko'rdingizmi? Tepa fundament formati DFC. Gachka qilamiz. Saqlangan. Tushdi, saqlangan. Bo'ldi, endi prosmotr qilamiz. Ikkinchisi prosmotr degani bor. Xolasiga razvkadan ko'rsatgan bo'ladi. 3D prosmotr. Mana proyekt bilan tushdi. Просто teskari tushyapti. Ko'rdingizmi? Qaysi o'z kolonna hammasi raqamlashtirilgan tushdi. Shunaqa. Yoqdi degan umiddaman. Charchamanglar.